yura tigrica. Voh. Assalomu alaykum. Furqat akamisiz? Ha? Aka shu bozor eng yaxshi halol ekansiz. Bitta mol olib berasizmi? Bo'ldi ukam, hozir molni ittidan olib beraman. Nechchi? Aka mol kerak faqat. Qanday? Qaysi biri? Shu yoqdami? Bo'ldi. Ukam molmi bu? Eshik. Просто tuning qilib qo'yganmiz, molni birini pulingkasini totib olganmiz. Molga ko'rmayapsan? Nech pul deyapsiz? 18 deyapti, so'raverasiz. Qarang uka. 5 oling. Ha shunday gaplashaveraylik. 15 beraman, bo'ladimi? 18 ekan. Yo'q, qo'l sindirasiz. Bor bering. Oddiy gap. 15 bo'lsin. Yo'q. 15 dedim. Berasanmi 15 ga? Yo'q. Bermaysan, ha? Bir tinkami 18. Bo'ldi. Yur boshqa joydan olamiz. Ko'ringlar, bir bozor bu. Furqat aka shuni olaylik, zo'r mol aka. Ha, to'xtab tur, irrimi sal o'ziga kelib olsa 10 ga olib beraman shuni, bo'ptimi? Ammo ikkita shashlik olib berasan. Yaxshimisiz-ku? Ha, ola bilan molingiz nechi pul ekan? 26. Hozir 18 deding-ku. Ne so'rayapsiz? Menga qarang, uka, gapni eshit. Mol 5 ol. Yetib turavermay ayolni bizni. 16 pul barakam. 16 aka. Bor barakam. Ber 18. Jon uka, abitam qilganman. Hozir o'zim tashlayveraman. Ber aka. 16 dedim. Barakami? Yo'q, 18 akami yo'q. Yomon bir qattiq bola ekansan, e. To'xtachmi, ko'raylik chiqonida bolasi bormikan? Aka bekor qildingiz, buqaydi-yu. Ha, buqa ekan-a? 5 ol uka. Ya endi olmayman. 5 ol. 17. Ya aka 18. Ber Aka o'ldizasiz deganman. Bor baraka 17. Aka 18. Bermaysanmi? Yo'q. Shapkam shu. Manki deb. Tamam. 17 mi? Aka 18. 17 mi? Aka o'ldiz. 17. Qo'lim. 17. 18. Ber baraka. Qo'lim. Zo'r. Ha, aytdim-ku, men senga 17 ga olib beraman. Aka qo'li qolib ketdi-da faqat. Onang.